Salom, keling, avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovurib, shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning degan savollarni muhokama qilaylik. Oryo churros. Bugun Oreo churros qilamiz. Juda oson, faqat 4 ta masalliq kifoya. Voy. Bu juda ajoyib-ku. Endi 24 dona maydalangan Oreo, yarim stakan un, 2 ta tuxum va 4 osh qoshiq sutni aralashtiramiz. Avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval maydalangan oryo, un, tuxum, sut qo'shing va shakl bering. Qovuring va shakar qo'shing, keyin yeb, zavqlaning. Va boba. Bugun mazali mevali boba tayyorlashni ko'rsataman. Buni yoqtirgan meva bilan qilishingiz mumkin. Avval mevangizni blenderda pyure qilasiz. Kivi ishlataman. 1 slach 4 stakan meva pyuresi, 2 osh qoshiq shakar va 2 osh qoshiq tapioka kraxmalini aralashtiramiz. Buni o'rtacha past olovda massamiz yopishqoq bo'lgunga qadar qizdiramiz. Bu taxminan 1-2 daqiqa vaqt oladi. Keyin yana 1-2 stakan tapioka kraxmal qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Xamir yumshoq bo'lguncha yoyiramiz. So'ng uni ingichka choplarga aylantirib, kesamiz va kichkina boba sharchalariga shakl beramiz. Endi bobamizni taxminan 15 daqiqa qaynatamiz. Keyin uni bir necha daqiqa sovuq suvga solamiz. Suvidan suzib olamiz va bir oz shakar sepib chiqamiz. Shunda ular bir-biriga yopishib qolmaydi. Mana sizga lavali boba tayyor. Judayam mazali bo'ladi. Avval kivini ezib, shakar va tapioka qo'shing. Yana qaynatib oling, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval kivini ezib, shakar va tapioka qo'shing. Yana qaynatib oling, keyin yeb, zavqlaning. Oreo chuqur qovurilgan muzqaymoq. Bugun deep fried ice cream qilamiz. Bu oson, 3 ta masalliq kerak bo'ladi. Boy. Buni 45 daqiqaga muzlatgichga qo'yamiz. Endi Oreos'ni blenderga solamiz. Kando degan gaplar bor. Endi bularni 1 daqiqa qovurib olamiz. Mana bo'ldi. Deep fried ice cream tayyor. Voy sudoya. Bu shunchaki zo'r. Avval muzqaymoqni muzlatib, aralashtiring. Oryolarni qolipga soling va qovuring, keyin yeb, zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqda. Avval muzqaymoqni muzlatib, aralashtiring. Oryolarni qolipga soling va qovuring, keyin yeb, zavqlaning. Olma shokoladli kremli tort. Bugun shokoladli kremli tort tayyorlaymiz. Juda oson.
Atigi 2 xil masalliq kerak bo'ladi. Boy, mana bu sof kremli mukammallik. Blenderga 6 dona yumshoq qaynatilgan olma va taxminan 2 piyola eritilgan shokolad solamiz. Va mana bo'ldi. Atigi 2 masalliqli shokoladli kremli tort tayyor. Avval olmalarni vertikal gorizontal ravishda kesib oling, qaynatib oling, shokoladni eriting, olma shokoladini aralashtiring va qolipga quying. Kakao kukuni sepib oling. Va keyin uni yeb zavqlaning. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval olmalarni vertikal gorizontal ravishda kesib oling, qaynatib oling, shokoladni eriting, olma shokoladini aralashtiring va qolipga quying. Kakao kukuni sepib, keyin yeb tanovul qiling. Shokoladli qobiqli kremli tort. Bugun biz shokoladli shel krem tort tayyorlaymiz. Juda oson. Atigi tortda masalliq kerak bo'ladi. Natijasi qaymoqli va zo'r bo'ladi. Bir idishga 1,5 stakan qaymoq soling va qattiq bo'lguncha ko'pirtiring. Keyin 1,5 stakan eritilgan shokolad qo'shing. Blenderga 2 stakan quyultirilgan sut, 2 stakan qaymoq va 6 ta limon sharbatini solib aralashtiring. Shu bilan shokoladli shel krem tort tayyor. Shokoladni eritib, ustiga qaymoq, shokolad qo'shing, ustiga quyultirilgan sut, limon qo'shing va ustiga qo'ying. Keyin yeb zavqlang. Bu haqidagi savollar yoqdi. Avval shokoladni eritib, ustiga qaymoq, shokolad qo'shing, ustiga quyultirilgan sut, limon qo'shing va ustiga qo'ying. Keyin yeb zavqlaning. Pishloqli shokoladli tiramisu kuboklari. Bugun cheesecake chocolate chips tayyorlaymiz. Oson, 5 ta masalliq kerak. Voy, bu shunchaki zo'r. 1 stakan heavy cream, yarim stakan shakar va bitta stick cream cheese'ini aralashtiramiz. Mana shu Bylan Taylor cheesecake chocolate cups. Birinchi eritilgan nishab shokolad va qaymoq, sariyog', qaymoqli pishloq, botirilgan pechene. Ustki qismlarga qo'shish. Kakao kukuni haqidagi savollar menga yoqdi va keyin uni yeb zavqlaning.